Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Yana biza endi murojaat bilan chiqyapmiz. Bizning murojaatimiz aynan prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga hamda uning qizi Saida opaga. Bizning murojaatimiz shu oldingidek har doimgidek Karimov G'ayrat akamni oldin ham aytib o'tdim. Mana Bosh prokuraturada o'yinlar bo'layotgani, ichki ishlarda o'yinlar bo'layotgani, Oliy sudda o'yinlar bo'layotganini bir aytib o'tdim. Prezidentimiz yana bir bor endi sizga murojaat qilishyapmiz. Nega deganda bu hali ham bir o'z tasdig'ini topmayapti bu. Hali ham shu prokuratura tomonidan, ichki ishlar tomonidan hali ham shu bosim ostida kelyapti. Endi hozir men nega deganda men bu Oliy suddagi, shahar suddagilar o'yinini aytib beraman. Mana Karimov G'ayrat deydi, borib pulni olgan deydi. Bu Arman eltitini deydi, qo'rqizgan deydi. Qo'rqizgan bo'lsa, bir guruh shaxs deyapti, oldindan til biriktirgan deyapti. Mana o'zlarini yozgan, o'zlarini chiqargan hukmlari mana. Toshkent shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlar hay'ati deydi mana. O'zini hozir o'qib beraman buni. Buni o'qib bermasam bo'lmaydi buni. Xalq ham ishonmaydi buni, prokuratura ham ishonmaydi, deydi bu deb aytadi-da bular. Mana apellyatsiya instansiya sudida deydi, guvoh deydi, Esirgapov deydi, Doston Qosim o'g'li sudlanuvchi G'ayrat Karimovni tanishligi, shaxsiy adovati yo'qligi, oldingi suddagi ko'rsatuvlarini tasdiqlashligi, Karimovni xorazmlik bolalar orqali taniganligi, u mashinaning egasi ekanligi, yuk olib kelishi deydi. Yuk olib kelishi bo'yicha deydi, haydovchilar gaplashgani, pul olish bo'yicha og'zaki kelishgani, pulni ola olmasdan 15-20 kun sarson bo'lganligi, haydovchilar Toshkentga borib sarson bo'lgani, hamma joyga murojaat qilishgani, keyin G'ayrat akaga YouTube'da yoritib bering deb murojaat qilishgani, ofisga kirganda Erman Group yozilgani, yuk hujjatlarida Erman eltiti deb yozilgani. Apellyatsiya instansiyasi sudida guvoh Xolmuratova Anara Bahodirovna dedi. Karimovni tanimasligi, bu o'sha pulni berdim degan, afg'on guruhdan pulni olgan Karimov G'ayrat deb mana nima qo'yib ushlab qamab qo'yib o'tirganini mana aytayotgan gapi o'zi bu. Mana Anara Bahodirovna G'ayrat Karimovni tanimasligi dedi. Erfurum Group dedi, direktori ekanligi dedi. 1,5 yildan beri korxona ishlamasligi dedi. Biror marta ishlamaganligi, hech qanday shartnoma tuzmaganligi, Erman Group va Erman eltiti bilan tuzilgan shartnomadan xabari yo'qligi, hujjatlardagi imzo uniki emasligi, Efirov Antonni imzosi ekanligi, Efirov Anton hozirda qamoqdaligi, korxona ishlamasligi, soliq hisoboti topshirmasligini, hisob raqam ham ochilmaganligini bildirdi dedi. Mana o'sha afg'on eltitidan Karimov G'ayrat borib pulni olgan deyapti bular. Mana bir guruh shaxs pul olgan. Mana aytayapti men bu. Men direktori aytayapti men bu. Anara Bahodirovna, men tanimayman G'ayratni. Men u bilan shartnoma qilmaganman. Men deyapti. Apellyatsiya instansiyasi sudida guvoh Efirov Anton deydi, Sergeyevich deydi, sudlanuvchi G'ayrat Karimovni tanimasligi deydi. Bu G'ayrat Karimovni hech kim tanimaydi ham, ko'rmagan ham, puldan bergan emas. Men shu yerda o'qib aytib o'tgandim. Tanimagan ham, puldan bergan emas, puldan olmagan. Faqat men bu prokuraturaga, ichki ishlarga, men bu sud tizimidagilarga akam kerak bo'lgan. Akam o'sha pulini talab qilib borgani uchun prokuraturaga, prokurorning rasmini ommaga chiqargani uchun mana ustidan nahaqdan ariza yozdirib olgan bu chet davlatdagilarga. Falan $1000 pulimni olgan deb mana o'zlari yozib qo'yibdi. Mana sudlarning o'zlari ikki ko'zlari ko'r bo'lmasa, mana yozib qo'yibdi, mana qo'limda turibdi. Biz tanimaymiz, biz pul bermaganmiz, bizning firmamiz bo'lmagan, biz ko'rmaganmiz deyapti. Mana prokuratura boshlig'i, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Nig'matullo Yo'ldoshev sizni bosimingiz bilan mana shu bo'lib turibdi. Men bu ichki ishlardagi Aziz Toshpo'latov, men bu tergovchingiz boshda chiqargan, men bu qaror hukmi bu. Ko'zi ko'r bo'lgan uni olib borib yangitdan ko'rsating o'zingiz buni. Mana nima deb yozib qo'yibsan, nima deb berib qo'ysan deb. Men bu Oliy sud raisi Baxtay Islomov, mana buni ko'ring, nima yozib qo'yganini bu
kol astidagi xodimlar o'zi bilmaydi ham buni. Endi o'zi diyalarni ochib ko'rmaydi, men bu diyalarni ochib ko'rmagan bu. Diyalarni ochib ko'rmagan. Yanındagi sekretariga men buni ko'chirib qo'y degan bo'lgan, shundan ketgan u. Men yana o'qib beraman. Abdul Basir va Efirim Group mochichi o'rtasidagi shartnomalarni eslay olmasligi deydi. Bu gapiga qarang, eslay olmas ekan u. Shartnomadagi imzo 12ligi, bu shartnoma bo'yicha pul aylanmasi bo'lganligi Erman Abdul Basir va Erman Hashamatullohni tanimasligi deydi. Erman Basirni telefon nomerini haydovchilarga u berganligi, u mashina topib berganligi, to'lov va yukni yuborish bilan shug'ullanmaganligi, Erman Basir O'zbekistonda naqd pul bilan to'lab berishi kerak bo'lganligi, haydovchilar Termizga kelishi bilan pullarni to'lab berishi kerak bo'lganligi, Erman Basirdan pullarni haydovchilar olishgani deydi. Mana qarangda, baraka topasiz, Karimov g'ayrat olgan degandingiz, u bir guruh shaxs bo'lib olgan deyapsiz. Men buni o'zingiz yozib qo'yibsiz buni. Mana qarang, baraka topasiz, Aziz Toshpo'latov boshdan mana tergovchi yozgan. Keyin qolaversa Oliy sud raisi Baxtay Islomov, men bu qo'l ostidagi shar sudingiztagi Oliy suddagilar esa ko'zi ko'rmaganmi buni? Mana o'zlari yozib qo'yibdi buni. Baraka topasiz, buni men yozmadim. Mana Erman Basirdan pullarni haydovchilar deydi. Olishgani dedi. Bu yerda Karimov g'ayrat yo'q. Erman Basirdan pullarni haydovchilarni o'zlari olishgan dedi. Mana buni o'qib ko'ring o'zingiz, olishgan. Unga pul berishmaganligi, o'g'illar unga pul to'lash kerak bo'lgan, lekin pul berishmaganligini bildirdi deyapti. Pulni deyapti, pulni mana haydovchilar olgan deyapti. Baraka topqaysiz. Ben bu O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Nig'matullo Yo'ldoshev sizdan bir iltimos. Men hozir biz bu murojaatimiz sizga emas. Men bu qo'l ostidagi biz sizga murojaat qilyapmiz. Sizni prezidentimizga murojaat qilyapmiz. Prezidentimizga aytyapmiz, sizni bir chora ko'rib bersa, bir sizga bir qonuniy bir baho ko'rib, bir adolatli bizni ishimizni bir oqilona bir qonuniy ko'rib berish uchun prezidentimizga murojaat qilyapmiz. Biz sizga murojaat qilayotganimiz, men bu qo'l ostingizdagi xodimlardan norozi bo'lib, men bu qo'l ostingiz sizga yozgan murojaatimizni siz men bu qo'l ostingizdagi xodimlarga berasiz. Mana bu javob berib turibdi. Men bu B.T. Samuxov, mana ko'ring, mana Samuxovni berib qo'yganini baraka topasiz. Men bu 4 tala sudnikini nima qilib qo'yibdi, ko'chirib qo'yibdi. Men bu yerda sud bo'lgan, men bu yerda sud bo'lgan, men bu yerda sud bo'lgan deb qo'yibdi. Keyin men buni oxirida yozib qo'yganiga rosa qiziqaman. Shuningdek, sud qarorlari ustidan belgilangan tartibda Oliy sudga shikoyat berishingizni tushuntiraman dedi. Bizga nima tushuntirasiz? Qo'l ostingizdagi xodimlarga tushuntiring. Baraka topaysiz. Ammo qonuniy ko'r, ammo adolatsiz qamoq qo'yibsan. O'zing aytyapsan, buni butun xalq ko'radi, butun dunyo ko'radi hozirgi paytda. Ammo bu bizni O'zbekistonga bu ilmiga, bilimiga dog' tushadi, buni ilmsiz ekan bo'ladi deb aytadi. 165 ni qo'yibsan, bir guruh shaxs bo'lib, oldindan til biriktirib deyapsan, o'zing aytib qo'yibsan deng. Buni Amın yanındaki şeriklari qani? Haligacha G'ayrat Karimovni bir o'zini qamab qo'yibmiz. Ularni yo pulini olib o'sha yerda yuborib qo'yibmiz. Buni hamma bilib turibdi. Bu qoladigan ish emas. Qachon bo'lsa bu adolat topadi bu. Bu adolat topadigan ish bu. Buni yanındagi sheriklari qani buni? Mana o'zlaringiz yozib qo'yibsizlar sudda, tergovchiniki. Mana bunda tergovchiniki. Mana ben bunda tergovchi yozib qo'yibdi mana. Bir guruh shaxs 165-modda deb qo'yibdi. Oldindan til biriktirib deyapti. Pul olgan Karimov G'ayrat deb qo'yibdi. Pulni mana qamoqchi yuk sho'pirlar o'zi aytibdi. Mana pulni o'zlarimiz olganmiz, Karimov G'ayrat bormagan deb aytibdi. Buni o'zingiz yozmang, sud. Mana bu sud. Mana shar sudi. O'zi yozib qo'yibdi buni. O'zi yozib qo'yibdi. Ko'chirib yozib qo'yibdi. Baraka topqaysiz, bu bosimlarni endi to'xtatish kerak buni. Bosh prokuror Nig'matullo Yo'ldoshev, Aziz Toshpo'latov, Oliy sud raisi Baxtay Islomov bu bosimlarni to'xtatish kerak buni. Buni qonuniy ko'rish kerak buni. Buni adolatli ko'rishimiz kerak buni. Prezidentimiz, siz mana aytdingiz, korrupsiyani yo'qotamiz dedingiz. Bu korrupsiyaning yo'qolishi
O'zingiz oldin ham aytdingiz, jinoyatni kichkina ham jinoyat degansiz. Bular hali şu eski tizimde qolgan dedingiz, şu eski tizimde her ham eski tizimda yuribdi bu. O'sha eski tizimda ham shunaqa bo'lgan, shu o'zlari xohlaganini qilgan, hozir ham shunaqa bo'lyapti. Men bu qo'l osting'izdagi xodimlarga o'zingiz bir chora berib, bizga bir amaliy yordam bermasangiz, bu adolatdan bo'lmaydi bu. Agar biz akamizni aybi bo'lganda bu YouTube'ga qo'ymasdik ham buni. To'g'risida bu. Izidan bormasdik ham kemasdik. Nahaqdan bütün dünya ko'rib turibdi buni. Bütün dünya nahaqdan ushlab o'tiribdi bu, nahaqdan. Buni bir de qasddan deydi bu, qasddan. Bu qasddan qilganlik uchun bu jinoyat javobgarlik bor. Hozir bu nimaga deganda, bularning hammasi bir zanjir bo'lib turibdi-da, buni zanjir. Hozir men akam to'g'risini aytganda buni qonuniy ko'riladigan bo'lsa, ozodlikka chiqib ketadi. Ozodlikka chiqib ketadigan bo'lsa, sudlar ham qamalishi kerak, tergovchi ham qamalishi kerak, prokuratura ham qamalishi kerak. O'shaning uchun bular zanjir bo'lib mahkam ushlab turibdi buni. Zanjir bo'lib ushlab turibdi buni. Hammasi birgalikda sherik bo'lib turibdi buni. O'shaning uchun bu murojaatimiz prezidentimiz bilan prezidentimiz qizi Saida opaga faqat shu ikkalasidan bir iltimos, bir adolatli, bir qonuniy bir chora ko'rib berishingizni so'raymiz. Bizning murojaatimiz prokuratura, sud tuzumi bo'lsa, ichki ishlar bo'lsa, prokuraturaga men bu prokurorni nimasini murojaat qilyapmiz? Qo'l ostidagi xodimi uchun murojaat qilyapmiz. Men bu ichki ishlar bo'lsa, men bu tergovchini Aziz Toshpo'latov, men bu Yashnobod tergovchimiz Tursunov deganingizni chiqargan hukm uchun sizga murojaat qilyapmiz. Hamda men bu Oliy sud shart sudi men bu qo'l ostidagi xodimlarni chiqargan hukmi faqat ko'chirib qo'yibdi. Buni ko'rib chiqmagan, umuman ko'rib chiqmagan. Hech baho berilgan emas bunga. Birontasiga baho berilmagan. Mana O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi mana. Bu men O'zbekistonda chiqargan nimasi mana. Mana qarangda mana 165-moddada to'lamachilik takroran xavfli resurs tomonidan ko'p miqdorda vosita bir guruh shaxslar tomonidan oldin til biriktirib sodir etilgan bo'lsa deyapti, hal bo'lsa 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi deyapti. Bu degani hali hech bir jinoyat qilmasdan men 5 yildan 10 yil deyapti. Siz nimaga deganda bu hammasi ko'rinib turibdi. Aynan Karimov G'ayratga 10 yil berayotganingizni ko'ryapsizmi? Bu 5 yildan 10 yilgacha deyapti bu. Bu hali buni sherigini ham topmadingiz. Siz qasddan qilyapsiz, qasddan buni. 10 yil. Odam o'ldirganga 3 yil beryapti-da, odam o'ldirganga. Bu sizlarga Karimov G'ayrat kerak-da, Karimov G'ayrat chiqmasligi kerak. O'shaning uchun shunaqa qilib o'tiribsiz. Bosh prokuror Nig'matullo Yo'ldoshev, Aziz Toshpo'latov, Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov. O'shaning uchun nimaga deganda o'z haqqi, huquqini talab qilgani uchun shu ishni qilib o'tiribsiz. Baraka topqaysiz. Prezidentimiz hamda prezidentimiz qizi Saida opa sizdan iltimos. Bizga bir amaliy yordam bering. Murojaatimiz sizlarga.